hozir Otabeyni anaqasiga keladigan bo'lsak, Otabey senda qanaqa bo'lgan? Kechagi temaga keladigan bo'lsak, shotga tashlanadigan hamma summalarni, shotdan yechiladigan hamma summalarni o'zim qilib berganim uchun men kecha yasini keltirdim, to что nimaga bularni yoki kimnidir yonini olish yoki boshqa narsa emas. The Forex nimadir dedi? Ha, ya'ni buy yurgan bo'lgandan keyin tegidan buy qo'yib oladi, sell yurib bo'lgandan keyin tepadan sell order qo'yib olib foydani ko'rsatadi dedi. Unaqa narsa endi bormi yo'qmi biz bilmaymiz. U narsadan faqat mashiniklar foydalanadi. Bizga kecha men isbotlab berdim, to что официальный saytiga kirib, официальный login parol bilan kirib, даже MetaTraderga ulab, shot realniligini, pul tushirilganligini, pul yechilganligini, ishlangan hamma savdosini biz isbotlab ko'rsatib berdik. И unga javoban hech nima atvet qila olishmayapti-da, yana boshqa, ya'ni mayda-chuda temalar qilib yotibdi endi. Men bu insonni bekor chaqirmadim. Profitzone to'g'rimi? Profitzone asoschisilar. Bular signal beradilar. Men signal bermayman, men signal berishni yomon ko'raman. Chunki har bir inson o'zini ustida maksimal ishlash kerak. Bu odam 53 ming dollar qilganman deb aytdi. Anaqa bermadi. Nima deydi? Broker bermadi deb aytishdi. Menga bitta bola tashab qoldilar. Mana assalomu alaykum, bu bolani o'zini mashinnik o'zi mashinnik-ku deyapti. Bu montaj qilingan. 1% yechilgan pulda 500 dollar chizib qo'yilgan. Shundoq ko'rinyapti, lekin pastdagi summalarning tochkasi har xil, balansiga ham yechilgani ham hammasining tochkasi bir xil bo'lish kerak edi deyapti. Sonlar ham bittasi qora, bittasi qalin, qolgani ingichka, qisqasi hayb kerak bu bolaga deyapti. Bundoq qarasanglar, mana shu rasmni hozir tashiyman, bundoq qo'ysa bo'ladi. Допустим, mana misol uchun mana shu bo'ladi. Nima deydi? Po faktu shunaqa ish qilganda, даже men bunda deyapti 0.05 da даже narx yo'q deyapti.